Ishni kim yengil qilar ekan? Nima sababdan yengil bo'lar ekan? Gunohdan ehtiyot bo'lsa, gunoh qilmasa. Bandani qilgan gunohlarini hayotiga qanaqa ta'siri bor? Hayotimizga bu gunohlar qanday ta'sir ko'rsatadi? Mana shuni gaplashyapmiz. Gunohlar insonni qalbini ham, jasadini ham quvvatsiz qiladi. Qalbini ham, jasadini ham gunohlar quvvatsiz qiladi. Mana ko'ring, aroq. Aroqqa berilgan odamning holi nima bo'lishini hamma yaxshi biladi. Alloh taolo bergan, chizgan haddan o'tib ketdi, xor bo'ladi. Zinoga berilgan odam xor bo'lishiga aniq, riboga berilgan odam moli dunyosi, umuman hayoti vayron bo'lishiga aniq. Haromxo'rlik bilan shug'ullangan odam, birodarlar, odamlarga zulm qilib, haromni o'ziga kasb qilgan odamlarni hayotini qaranglar-da, faqat bu bingan chiroyli mashinasi-yu, chiroyli kiyimi-yu, imoratiga qarormasdan boshqa tomoniga ham qarab ko'ringlar-da. Alloh qayerdan chiqarib qo'yapti? Ya'ni aytdik-ku, inson gunoh qilaverar ekan, tavba qilmasa ekan, qalbi qorayib ketadi. Unga halol nima, harom nima farqi yo'q, qarg'ish nima farqi yo'q.